Mana aziz, bu bizani ko'cha. Mana bu bizani uy, mana aziz, ko'rdingmi? Shu mana dam olishga kelgan odamlar, mana mashinalari. Bu yonimizdagi bir etajli. Mana bu bizaniki. Mana bu yonimizda mana 2 etaj. Bundan bugun odamlar ketdi. Mana bu Botir xo'ja. Mana bularga dori sepib yuribdi. Orqa tarafiga o'tamiz. Mana etmetlarni nima qilib hali bu yerda baribir pishiradigan bo'ldik bugun kechqurun. Mana bu bizani basseyn, mana setkalar bilan o'ralgan. Ko'rdingmi basseynni? Namtlarni o'zbekcha qilib tozalab, bu qilib yoyib qo'yganmiz. Bularni hammasini chiroqdek qilib joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Uzun tiklar. Mana bu ichkariga kiradigan basseyndan chiqadigan joyimiz. Bu orqa tarafimizda, shu basseynning orqa tarafi. Mana. Mana Botir dori sepyapti bu yoqqa. Bu mana kichkina mana daraxt limon daraxti. Limon уже sezoni o'tgan. Kuzga yaqin qiladi shakl bu limonlar. Mana shu